Hammaga salom. Bugun sizlarga men qanday server qilishni o'rgataman. Like bosib qo'ying. Bundan qiziq video hali oldinda. Xo'sh, birinchi kirib, like game tugmasini bosib, keyin yangi volt yaratish tugmasi, keyin bu yerda o'zi kichkina tugmasi bo'ladi. Uni advancedda bu yerdagi tugmasini bosib, yerda yozamiz. Xo'sh, xohlagan oddiliklarni yozing. Server yo'q. Obuna bo'l deb yozamiz. Rostdan ham obunachilar, obuna bo'ling. Keyinchisiga kirib, bu yerda yozamiz play. Keyin nuqta pvp craft nuqta ru. Mana xuddi shunaqa deb yozamiz. Keyin buni xohlaganiga 2 yoki 6 ga o'zgartirasizlar. Keyin add serverga bosamiz va creative vault qilamiz. Xuddi boshqa joyda bo'ladi. Video uchun bo'ladi. Keyin bu yerdan bir bosib quyida titli bosamiz. Keyin yana play gameni bosib buni qaraymiz. Xo'sh, menda o'xshamaydi, sizlarda o'xshashi mumkin, lekin like va unga bosing.